Tefsiri Müyesser. A'raf suresi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah nomidan faqat haqiqatni aytish haqqim bor. Shunga men buningga rioya qilaman. Men sizlarga aytadiganlarimning haqiqat ekanligini isbotlab, Rabbinglar tarafidan sizlarga o'p-ochiq mo'jiza elib keldim. Ey Firavun, shunga sen Isroil avlodini qulluqdan ozod qilib, men bilan billa Allohga ibodat qilish uchun ketgili qo'ygan. Firavun Musoga o'zingni olamlarning Rabbi bo'lgan Allohning elchisi degan da'voyingda rostchil bo'ladigan bo'lsang, rost gap qilayotganligingni va da'vatingning haq ekanligini isbotlash yo'lida biror mo'jiza elib kelgan bo'lsang, qani uni bizga ko'rsatgin dedi. Musa hasini tashlab edi. O hasa shu hamon katta bir ajdahoga aylandi. Musa qo'lini qo'ynidan chiqarib maydasiga qo'yib edi. Uning qo'li sutdek oq bo'lib ko'rindi. Qo'lini maydasidan tortib edi. O burunqi holatiga qaytdi. Uning qo'li oq kasallik yoki boshqa sababdan emas, faqatla Firavunga ko'rsatish uchun mo'jiza sifatida ashundoq ko'rindi. Firavun qavmining katta boshlari aytdi. Musa Rasululloh nihoyat usta sehrgar ekan. U o'zining ustunligi bilan kishilarning ko'zlarini bog'lab oldi. Shuning bilan kishilar hasini ajdaho deb o'ylab qoldi. U sizlarning hammanglarni yurtinglardan haydab chiqarib etmoqchi. Firavun aytdi. Ey kattalar, Musa'ni qanday qilish to'g'riliq menga nima maslahat bersizlar? Firavunning Musa bilan elib borgan munozirasiga hozir bo'lgan katta boshlar aytdi. Musa bilan uning qarindoshi Harunni bir oz saqlatgan. Misrning barliq shaharlarga sehrgarlarni yig'ib keladigan soqchilarni avatgin. Ular barliq usta va mahoratli sehrgarlarni sening huzuringga elib kelsin. Sehrgarlar Firavunning qishig'i keldi. Ular, agar biz Musoni yengib chiqsak, bizga cho'qim mukofot va mol dunyo berilamdi dedi. Firavun, agar Musoni yengib olsanglar, sizlarga mukofot beriladi. Hamda sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar dedi. Firavunning sehrgarlari Musoni ko'zga ilmaganlikdan mutakabbirlik bilan, ey Musa, sen hasangni avval tashlamsan yoki biz tashlaydiganimizni avval tashlamdik dedi. Musa sehrgarlarga, sizlar tashlanglar dedi. Ular arg'amcha va hasa qatorliq narsalarni tashlab kishilarning ko'zlarini bog'lab oldi. Hatto ularning ko'rsatgan sehrgarlari kishilarning ko'zida haqiqatdek ko'rindi. Shun ular kishilarni qattiq cho'chitib etdi va cho'ng bir sehrni ko'rsatgan bo'ldi. Haqiqat bilan botil o'tirsidagi jang boshlanayotgan mushunda xalqiliq paytda Alloh bandisi va elchisi Musa alayhissalomni qo'lidagi hasini yerga tashlashga buyurdi. Musa hasini tashlash bilanla u hasa ajdahoga aylanib, ular tashlagan narsalarni darhol yutib etdi. Shuning bilan Musa to'g'risidagi haqiqat maydonga hozir bo'lgan kishilarga o'p-ochiq ayon bo'ldi. Uning Alloh tarafidan avatilgan haq payg'ambar ekanligi va haqiqatga da'vat qiladiganligi o'tirg'a chiqdi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda sehrgarlarning hammasi mag'lub bo'ldi. Firavun va uning tarafdorlari xor va rasvo bo'lgan holda maydondan chiqib ketdi. Sehrgarlar Allohning katta qudratini o'z ko'zlari bilan ko'rgandan keyin ular olamlarning Rabbi bo'lgan Allohga sajda qilib, yuzini yerga qo'ydi. Ular dedi: Biz olamlarning Rabbiga, Musa va Harunning Rabbiga iymon etdikki, ibodat faqatla shu Allohning o'ziga qilinadi. Firavun sehrgarlarga aytdi:
Sizlarga men ruxsat bermagan bo'lsam, Musoga iymon etdinglarmi? Sizlarning Allohga iymon etib, Musoni payg'ambar deb tanishinglar, aslida shahardagi cheg'inglarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan oldin planlagan hilanglar ekan. Ey seyirgarlar, beshinglarga keladigan azob uqubatlarni uzoqqa qolmay bilib qolasizlar. Ey sehirgarlar, men sizlarning qo'linglarni, putinglarni o'ng so'l qilib, ya'ni o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni yoki o'ng putinglar bilan so'l qo'linglarni cho'qim kesib jazolayman. Ondan kishilarga ibrat qilish uchun hammanglarni cho'qim darga osaman. Sehirgarlar Fir'avnga aytdi: Biz shuni bilib yetdikki, hammamiz Rabbimizning dargohiga qaytamiz. Allohning azobi sening azobingdan albatta qattiqdir. Oxiratning qattiq azobidan saqlanib qolish uchun biz bugun sening azobingga bardoshlik beramiz. Ey Fir'avn, sen bizni faqatla bizning Rabbimiz tarafidan Musoga kelgan haqiqatlarga iymon etganligimiz uchun ayblayapsan. Sen o haqiqatlarga o'xshash bir haqiqatni hargiz keltirolmaysan. Uni olamlarning Rabbi Allohdan boshqa hech kim keltirolmaydi. Ey Rabbimiz, bizga sabrchanlik va chidamchanlik ato qilgin. Bizning jinimizni sana itoat qiladigan, payg'ambaringga ergishadigan musulmon holatimizda olgin. Fir'avn qavmining katta boshlari Fir'avnga Musa bilan uning qavmining Misr zaminida kishilarning sana va sening ilohlaringga cho'qinishini to'sib, ularning dinini bir Allohga ibodat qiladigan dinga o'zgartib etish orqali buzg'unchilik qilishga yo'l qo'yamsan, dedi. Fir'avn İsroil avlodining o'g'illarini o'ldirib, qizlarni xizmatga selish uchun hayot qoldiramiz. Biz albatta hukmronligimiz va qahrimiz bilan ularga g'olibimiz, dedi. Musa o'z qavmiga: Allohdan madad tilanglar. Fir'avn tavalardan sizlarga va avlodlaringlarga solgan zulmlariga sabr qilinglar. Yer yuzi butunlay Allohningdir. Allah bandalardan xohlagan kishilarni uningga varis qiladi. Yaxshi oqibat Allohga itoat qilib, uning buyurganlarini o'rindigan, to'sqanlardan yongan taqvodorlarga mansubdir, dedi. Musoning qavmi uningga: Sen bizga payg'ambar bo'lib kelishdan burunmi Fir'avn tavallar tarafidan o'g'illarimiz o'ldirilib, qizlarimiz xizmatchilikka tutilib, xorlanib kelgan edik. Sen kelgandan keyinmi ahvolimiz shundoq bo'lyotidi, dedi. Musa: Rabbinglar dushmaninglar bo'lgan Fir'avnni halok qilib, ularning ziminiga cho'qim sizlarni ega qiladi. Ondan sizlar buningga shukr qilamsizlar yoki tuzkorlik qilamsizlar, Alloh buningga qaraydi, dedi. Cheksizki, biz Fir'avn va uning qavmini ibrat olsin, ozg'unlikdan yonsin va Allohga tavba qilib iltijo qilsin deb, ularni qo'rqoqchilik, qahatchilik bilan mevalarning hosulini va kirmini kamaytib etish bilan sinadik. Fir'avn va uning qavmi mo'lchilik va boylik qatorliq ne'matga erishsa, bu bizga tegishli haqdir. Chunki biz buningga haqliq edik, deydi. Agar ularga qurg'oqchilik va qahatchilik qatorliq kulfatlar yetsa, bu Musa va uning bilan birga bo'lganlarning shumliqidan keldi, deydi. Ularga yetgan kulfatlar o'zlarining gunohi sababli Allohdan kelgan qismatdir. Lekin Fir'avn qavmining to'lisi jaholatga petib ketgan qavm bo'lganlikdan bu haqiqatni bilmaydi. Fir'avn qavmi Musaga: Sen bizni Fir'avnning dinidan yuz o'rtish uchun har qancha katta mo'jiza va aniq dalil paketlarni keltirsangmi, biz sana hargiz ishonmaymiz, dedi. Biz ularga kalkun, chekatga, pit,
paqa, qon ofatlarini o'p-o'chiq mo'jiz qilib avatdiq. Kelgin ofati ularning ziroat va mevalarini vayron qilib etdi. Cheketga ularning ziroatlarini, mevalarini, uylarning eshiklarini, kiyim-kechaklarini yeb ketdi. Pit ularning meva-chevalarini, ziroatlarini buzib tashladi. Chorvalarni halok qilib etdi. Paqa ularning uylariga, qozon qo'mishlarga va yotadigan joylarga to'shib ketdi. Qon ularning quduqlari, daryo o'stanlarini qip-qizil qonga bo'yvatdi. Ular ishadigan pokiz suv topolmaydigan holatga yetdi. Bularning hammasi Alloh taolo avatgan mo'jizalar edi. Ahvol shundoq turg'liq, Fir'avn qavmi haqovurlik qilib, Allohga iymon etishdan bosh tortdi. Ular azaldan shundoq gunohkor, gadankash qavm edi. Fir'avn va uning qavmining beshiga bu baloy ofatlar tushgan chaqda, ular Musoga yalvorib, "Ey Musa, sen Rabbingning tavba qilgan bandalardan azobni ko'tarib yetadiganligi haqidagi sana qilgan vahiyni vosita qilib, Rabbingga biz uchun duo qilgin. Qasamki, agar bizdan bu ofatlarni ko'tarib etsang, biz sana cho'qim iymon etimiz va sen da'vat qilgan dinga ergishimiz. İsroil avlodini cho'qim sen bilan qo'yib beramiz. Ular xohlagan joylarga ketsa bo'ladi" degan edi. Allah ularning beshiga kelgan ofatlarni vaqtliq ko'tarib etdi. Ular ilgari Rabbiga va Musoga bergan va'dasini buzib, burunqi kufrligiga va ozg'unligiga qaytib oldi. Nihoyat, ularni halok qilishning vaqti soati yetib kelganda, ularni jazoladik. Ularni Musa alayhissalom ko'rsatgan mo'jizalarni yolg'on deganligi va Allohning qudratiga dalolat qiladigan dalillardan g'aflatda qolganligi tufaylidan dengizga g'arq qilib jazoladik. Ularning g'aflatda qolganligi ularning haqiqatni inkor qilishiga sabab bo'lgan. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Oqxon. 2020 yanvar 1 nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.